Assalamualaikum güzel hanımlar. Bugün ailede kazan kebap qilishni uyutib qo'ymoqchi. Bunun ketgan materiallar qo'rib go'sht, mayliroq kelgan qo'rib go'sht, zira, qizilmush uni, qaynoq suv shunchalik bo'lishi kerak, tuz. Qana may qo'ymaymiz. Bu shu go'shtning maylari bilan o'zi shu tabiiy, noyda yaxshi bo'lib chiqadi. Buning ostidan qavitiga mayliroq go'shtni qo'yamiz. Bununla tuzdan çaçımız. Kızılmış kıyamını çaçımız. Açıqraq yesanlar, açıqraq çaçsanlar buldu. Ben şu normal çaçtım. Andikin zırı çaçımız. Məş taqqılımız oxşaşlar. Bunu adam sananlar qarab qısanlar buldu. Məncə qarab qıldım. Ya 2 qavat, 2 jambos 1 qavat qısanlar buldu. Bunu oxşaşlarmış tayyorlaymiz. Andi suyumuzni qozonning cho'ri ustiga qo'yamiz. Ustiga qo'yversak, nemalari eqib ketadi. Ustiga chashqan doridamonlari qozon eqib oldi va işte cho'ri ustiga qo'yamiz. Endi biz qozonning tovuqini yechib dömlaymiz. Qaynagandan keyin o'tni pasiltimiz. Mana qozon kebabimiz pishib chiqdi. Noyatda chiroyli, ham mislik, ham oddiy bo'lgan qozon kebab. Oilda qilib beqishinglarni umid qilaman xonimlar.